u zarba muhim emas, uning siyosiy oqibatlari ko'proq muhim. Ya'ni amaldagi o'sha ruhoniyat rejimini ojiz holatda ko'rsatishlik va bu orqali o'sha namoyishga chiqqanlar yoki o'sha o'zgarishni xohlab bir qarshilik ko'rsatgan insonlarni legitimlashtirish deb o'ylayman. Ayniqsa shu okean ortidan turib ko'proq hatto Myunxendagi xavfsizlik konferensiyasidan qatnashgan o'sha avvalgi shohning farzandi Pahlaviy shunga urg'u deb o'ylayman va katta masshtabli urush uchun Eron hududi katta, aholisi katta va muayyan darajada Venesuelaga nisbatan konsolidatsiyalashganroq jamiyat. Eronda ichki birdamlik bormi? Va Eronning hozirgi deylik masalan o'sha g'arbning talablariga ko'nishini aholi qanday qabul qiladi buni? Va asosiy savol, shoh yoki oyatulloh, xalq o'zi kim tarafda? Endi bu haqida avval ko'rsatuvlarda ham shunga yaqin bir fikr berganmiz. Jamoatchilik fikrini tahlil qilganda shu mutaxassislar nafaqat Eronda, balki Erondan tashqarida yashayotgan eronliklar. Ko'pchilik ya'ni bu yerda kim boshqaruvi emas, qanday boshqaruvga ko'proq urg'u berilganda, ya'ni o'sha diktaturaga, kuch ishlatishga asoslangan boshqaruvni inkor qilishgan, chunki Xumayniy to'g'ri qandaydir bir buni diniy bir aqidaviy qandaydir asoslab berar hokimiyatini. Undan oldingi shoh hokimiyati ham demokratik bo'lmaganda, shoh hokimiyatga, ya'ni shoh davrini tiklaylik deydigan bo'lsa. Shuning uchun ya'ni bu yerda ikkala variant ham rol o'ynamaydi. Masalan, o'sha chiqqan Mahsi Aminiy bilan bog'liq bo'lgan voqealari bu aslida o'sha ijtimoiy tizimga nisbatan e'tiroz. U e'tiroz ya'ni biz qirol hokimiyatiga yo shoh hokimiyatiga qaytamiz deb emasda, va so'nggi chiqishlarda ham o'sha ko'cha noroziliklar ham u yerdagi asosiy ijtimoiy. Ijtimoiyning sababi nima? Bu Eronning tanlagan hozirgi siyosiy yo'li va buning oqibatida u izolyatsiyaga tushganligi, ya'ni o'zining milliy resurslari, boyligi, salohiyatini ro'yobga chiqara olmayapti, uni taraqqiyotga xizmat qildira olmayapti va buning oqibatida jamiyat juda ham katta bir shu stress holati yuzaga kelgan. Va bu shu noroziliklar bilan o'sha kasallikni isitmasi oshkor qiladigandek mana shu holatda keltirib chiqaryapti. Shuning uchun o'ylaymanki, aksincha bu tashqi zarbalar hozirgi Eronni boshqaruvini asoslab berishi mumkin, mustahkamlab berishi mumkin. Ichki konsolidatsiya, tashqi dushman obrazi degan masalalar bor. Ya'ni biz tashqi dushman bilan masalan hal etib olaylik, ichki masalalar keyin yana o'zimiz hal qilaveramiz degan holat ham bo'lishi mumkin. Hozir e'tibor bersangiz, o'sha qancha inson qo'lga olinganligi oxirgi o'sha notinchliklardan keyin qanchasiga nima chora ko'rilganligi, o'lim jazosiga hukm qilindimi, qilinmadimi, qanchasi qo'lga olindi, o'lim jazosi kechiktirilgan holatlar bor. Ular taqdiri unutildi-da. Hozir asosiy fokus AQSh, Eron bo'lib qoldi. Shuning uchun o'ylaymanki, hozirgi usul bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'zi ko'zlagan bir demokratik bir tranzitni xohlamasa kerak. Demokratik tranzitni hozir olaylik, Tramp bilan yonma-yon qo'yish ham sal nojoizga o'xshaydi, chunki Suriyadagi rejim tan olib Oq uyda qabul qilganligini o'zi u avvalo manfaat uchun, qisqa muddatli manfaatlar uchun qandaydir bir strategik bir ustunlikka ega bo'lishni ayrim bir hududlarda tashlayotgan qadam deb ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ya'ni hozirgi rejimni ag'darmoqchimi, o'rniga nimadir taklif qilish kerak va buni taklif qila oladigan darajada uni reputatsiyasi bo'lishi kerak. Va hozir Trampni yuritayotgan siyosatini ko'proq shu tranzitsion diplomatiya deyapti, ya'ni qisqa muddatli kelishuvlarga asoslangan, qisqa muddatli maqsad qo'yilib unga erishish. Oqibatlari, umumiy arxitektura qanday o'zgarib ketadi dunyo tartibotida, uning uchun qiziq emas. Hozir Eronga ham xuddi shunday taklif bo'lishi kerak edi. Masalan, Venesuelaga taklif qilgani, ya'ni shu uzoq muddatli yopiqlikdan chiqadi, neftini sotish imkoniyatiga ega bo'ladi, investitsiyalar kirib keladi, turmush daraja sharoiti yaxshilanadi. Eronga nisbatan xuddi shu ritorikani qo'llay oladimi? Hozircha yo'q. Hozircha asosiy e'tibor shu siyosiy rejimni qandaydir bo'lmasin kuchsizlantirish yoki harbiy yo'l bilan ag'darish va uni shu darajada ojizlantirish kerakki, ya'ni u yadro dasturi haqida o'ylamasin. Ya'ni masala Erondan uni atrofdagi mamlakatlarga potensial bo'lsa ham xavf chiqmasin. Eronda o'zi nima bo'ladi?
qiziqtirmaydi va uni biz hozir bayonotlarda kuzatayotganimiz yo'q. Yarq etib ko'zga tashlaydigan bir muxolif lider ham ko'rinmayapti-da. Va aynan shu rolga Pahlaviyni o'zi da'vo qilayotganligi qanchalik darajada u qandaydir yasama obraz ekanligi ko'rinib qolyapti. Mana bu masala bor-ku, o'sha Pahlaviyning otasining ishlari tufayli o'zi Eronda inqilob bo'lgan. Shunday. Masalan, 79-yil inqilob nima? Bu o'sha Rizo Pahlaviyning otasining maxfiy politsiyaning ishlari. Albatta, ya'ni o'sha repressiv tuzumining oqibatida bo'lgan shu narsa. Ya'ni o'zlar endi bu chiqib men boshqacha quraman desa, Ayta olmaydi-da. endi kechirasiz. Oq qog'oz emasda, xullas otasini otasi bu hali aytadiku, agar sizlar yaxshi boshqara olganingizlarda o'zi Eronda hozir vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Sizlar o'zi boshqara olmaganingiz uchun shu ahvol o'zi Eronda. Keyin o'zi Rizo Pahlaviyni tushunishim bo'yicha Eronda ham juda qattiq tanishavermaydi ham va uni sotqin deb hisoblashadi. Endi bu bitta holat aytish kerakki, unutmaslik kerak. Hozirgi holatda ikkitasini ham obro'si bo'yicha nima deydi, eng salbiy obrazlar bilan bayon beryapti, lekin har qanday holatda Ali Xomanay Rizo Pahlaviydan ko'ra ko'proq ovozga ega bo'lsa kerak deb o'ylayman, demokratiyada. Ya'ni chunki unutmaslik kerak, uni otasini ishlari birinchidan, ikkinchidan bo'lsa, uni hokimiyatga erishish uchun kerak bo'lsa Eronga beradigan zarbalarni ham oqlash haqidagi fikrlari albatta bu nima uchun o'tgan yil 2025-yildagi Isroil bilan AQShning zarbalarini oqlaganda Rizo Pahlaviy. Bu holat albatta qanday qilib o'z yurtiga zarba berilishini biz uzr gapingiz bo'ldi, Venesueladagi muxolifatni qancha tanqid qildikki, hali tashqi kuchlarga o'zini yurtini ochib beryapti. Bu nima degani deb. Bu endi tag'in rahbar bo'lmoqchi, ya'ni shahanshoh bo'lmoqchi. Albatta bu eronliklar bu narsa o'zini yurtiga albatta bu holat u sotqin sifatida ko'rishadi. Bu sotqinlik. Kim bo'lishidan qat'iy nazar o'z yurtini bombalashga ruxsat beryaptimi? Bu albatta o'z xalqiga u holat, bu o'z suvereniteti, u o'zining hududi, u muqaddas deb hisoblash kerak tushunchalarni u chekayveradi. Shuning uchun ham hokimiyatga erishish uchun hatto nima sionistik tuzum bilan juda ham yaqinligi, ya'ni sionistlar bilan yaqinligi va kerak bo'lsa hokimiyatni ular bilan ham quda-anda bo'lib turib har qanday holatda hokimiyat uchun har narsaga tayyorligini ko'rsatib qo'ydi-da. Ya'ni o'zini sal ba'zi narsalardan oliyroq tutmadi-da. Unutmaslik kerak, bu xuddi mana birinchi jahon urushidan keyin chiqib ketgan oq generallar bor edi-ku, nima bilan Frunzelar bilan, qizillar bilan kurashishda yutqazganlar bor edi. Bir nechtasi masalan Germaniya tuzumi bo'lgan vaqtida ba'zilar sotqinlik qilib Rus ozodlik armiyasi deb tuzib o'zlaricha bostirib kirib sharmanda bo'lishgan. Ba'zilar esa bunday deb Germaniyani ham qoralab, Germaniyadan ham chiqib ketishgan ekanda va o'shalarning obro'si ko'proq bo'lib qolganda. Chunki bu holatda o'zini vataniga boshqaning yordami bilan bostirib kiradigan bo'lsa, u ming nima deydi, fikri balki ijobiy bo'lib talqin qilinmasin, mohiyatan sotqin bo'lib qolaveradi.